Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Halol savdo kanalining obunachilari, bugun sizlarga tug'ishga yaqin egizakchi ona bola qo'ylarimizdan chiqarib beramiz. Oldindan bittadan like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Sizlar uchun maxsus bo'ladi bu qo'ylarimiz bor. Tug'ishga yaqin qo'ylar. Qo'ylar bir qator ko'rsatamiz. 3 egizakchi ham bor dedingiz aka. Egizakchi ham bor. Aytib ketaylik. Oxirigacha Egizakchilar nechta bor aka? Egizakchilar 6 dona egizakchimiz bor. 1 dona 3 egizakchimiz bor. Mashalloh deb akalar, qo'ylarni bir qator mana ko'rsatib o'tamiz. Akamizga yaxshi, sort toza, liniyali bo'ylari ham 80 dan 90 gacha bo'g'oz qo'ylarimiz yetib kelgan. Hozir birinchi partiyaga bo'g'oz qo'yimiz keldi. Hammasi ko'rgan bo'lsalaring, bitta bitta cho'ponni qo'yi. Aka, buni soni nechta? Buni soni 15 dona. Soni 15 dona. Yosh oilaga qanaqa aka buni? Yosh oilaga 2 dan 4 gacha bu, 6 kishi yo'q. 6 kishi yo'q, ha? Hammasi narx mana o'z bolasi ko'rinyapti obunachilar. Yaxshi qo'ylarimiz kelgan. Asosan 4 kishiga olishaversin, 2 kishi ham bor. Asosan 4 ga olishsin. Asosan 4 kishi. Asosan 4. 6 kishi yo'q apashdi. Yo'q, umuman yo'q. Lekin mana obunachilar qo'ydi o'zi yuz tuzilishi bilgan odam biladi. Qo'y boqib yurgan odam misol qo'yni bir ko'rishda biladi. Mana yaqinlagini ko'rsating, qo'ylar. Bugun erta uylariga boradi, xursand qiladi, xudo xolasa. Buning ichida bor 5 dona egizakchisi ham bor. Cho'pon egizakka garantiyasini bergan. Biz har doimgidek 1 donaga garantiya beramiz. Ularga borib egizak tug'ib bersa, xursand bo'lib bitta duo qilib qo'yishadi. Inshaalloh. Akalar, lekin qo'ylar tavsiya qilamiz. Soni 15 dona. Bo'g'ozligi ham aka o'zi bir oy qolmay bo'sha bo'ladi. Bir oyga qolmay hammasi tug'ib bo'ladi qo'ylar. Xudo xolasa akalar, mana olinglar, yaxshi qo'y keldi. Sizlar uchun izlanishda arzon joyidan chiqarish davom etamiz. Qo'ylarimiz yaxshi xullas kalam. Qo'yni ko'p maqtamaylik. Buni endi oxirgi senasi narxi aka tortish kerak yo buni kino qilib. Hammasi narxida aka. Shunaqa. Narxini kelishtirib bozor o'lchamlariga solishtirib olishura. Bozorda arzon bo'ladi, biz saroyda bor, bozorda arzon bo'ladi. Arzon qilib berasiz? Ha, 15 dona tortdim deganga 6 million 500 ming so'm. Kami bormi? Hayri bor. Hayri bor. O'tib berasiz? Barakasi bor deyshadi uka. Hayrini qilib chiroylab beramiz. Aytganimizni sotilmagan shu paytgacha aytganimiz bo'lmaydi. Xudo xolasa bozorni qilib kelishamiz uka. Obunachilar ko'rishlari mumkin, lekin qo'yga yarasha narx bo'lyapti. Qo'y bilan qo'yni farqi bor. Qo'yni bilgan biladi. 7 million so'mga ham bermaydigan qo'ylarim bor. 7 million so'm. 7,5 millionga ham bozorga gapchirsam 7,5 millionga sotmayman shu qo'ylarni. Ammo shu akamiz aytganlaricha bor, qo'ylar nimaiki hop, holati yaxshi, tepasiga kelsa ham tepasiga kelishaveradi, lakasa tashab beramiz. Bu yerda savdogar ko'p. Xudo xolasa mendan bitmasa boshqadan bitadi. Xotirjam kelsin, lakasa tashab beraman, qo'ylarni bir qator ko'rib olishadi. Mana shu qo'ylarni bor. Ko'rsatingiz, bozorda ham gap ochig'i bor, 7 million so'mga beraman. Badanda ham ko'ring, qorinda ham o'zi yaqinligini. Bu ham naqa ekan mana. Mana ko'ring qo'ylarni, vashina qo'ydi narsa, hammasi. Lekin qo'ylar o'sha akamiz har doim terib yaxshi qo'yib keladi. Tavsiya qilib qolamiz. Bundan keyin qanaqalari bor aka? Bundan keyinga yana bo'g'oz so'liqlarimiz bor. Yana bo'g'ozlari bor. 3 egizakchini necha partiyada qo'yamiz? 3-partiyada ponni egizakchilar chiqaraveramiz. Bo'ldi akalar, mana e'tiborlaringga yaxshi qo'ylar chiqish davom etadi. Obunachilar, mana 2-partiyaga yetib keldik. Ha, bular ham hammasi naq ekan-a? Bular ham naq aka. Naq bo'g'oz. Bular ham 20 kun bir oy, uzog'i bir oyda hamma qo'ylar tug'ib bo'ladi. Bir oy 20 kunda hammasi tug'ib bo'ladi deyapti. 15 ta ko'rishyapti-yu. Aha. Cho'ponni labzi bilan mana shu 15 ta qo'ylari 38 ta qo'y bo'ladi. Ichida egizakchisi ham bor aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa buni ham ichida. Akalar, ko'rishlaring mumkin. Bular ham bir cho'pon, bir bir savdo hammasi. Donalabga ham sotishaveradi. Bitta ikkita misol oladigan bo'lsalaring, tanlasalaring unga qarab kelishtirib arzonroq qilib beradilar. Aka, endi buni soni nechta? Tishi qanaqa? 15 dona. Soni 15 dona buniki ham. Soni 15 dona bu. Tishlari qanaqa? Bo'yi? Tishlari 4 tish buniki ham. Tishlari 4 tish. Yosh qo'ylar o'z yuzini ham ko'rsating, yosh qo'ylar hamma. Mana shu qo'ydi, bitta o'shalar mana shu qo'ydi. Orada. Mana. Egizakchinimi? Mana mashina mana cho'pon egizakka bergan. Qo'yni ko'rsating. Qo'y lekin yaxshi qo'y. Bu ham o'jinli. O'zi bo'g'oz qo'ylardi, hadi. Ha, shunaqa, o'shancha ushlaganimiz yo'q. Obunachilar, bular hammasi 4 tish. e'tibor berasizlar. Ichida bir dona 6 tishi bor. Bir dona 6 tishi bor. Bir dona 6 tishi bor. Bu ham bo'lsa mana shu. Shu 6 tish xolasa. Mana.
Bu yoq 6ga o'tgan mana. 3-qorim bu yoq. 3-qorim bor. Lekin hali 6ga tinglavermayapti-mi? Yo'q, tinglavermagan. Bular ham narx sensatsiya bo'ladi. Bugun maza qilishadi. Narx qancha bo'ladi? Endi buni kiyindan qilib aka cho'zish kerak yo, to'g'risi gap. Ha. Yakta urmasmiz, spektakl olganmiz. Keng aka, obuna aka cho'zish kerak yo. Narxi necha pul? Dangali. Narxi 6 million 400, 6 million 500. Aka, mayda juda qilmang aka. Bu bo'lmagan savdoda misol haligi, ham savdo. Ham savdo, telefon qilishadi, yana bitiramiz. Mana qarang. Sizning obunachilaringiz uchun 6 million 300 ming so'mdan uylariga besplatni qilib dastavka qilib beraman. 12 ta viloyat aka. Bor baraka. Muncha yetkazib beraman. Shunaqa aka, O'zbekiston bo'ylab dedilar akalarimiz misol yaxshi inson, lo'z ustidan chiqadigan. Razumdan chiqaman, bitta olishadi, ikkita olishadi uka. Hammasini yetkazib beraman. Ehtiyot qilib chiroyli yetkazib beraman. Obunachilar qaytarib o'tamiz. 6 million 300 ming so'mdan soni 15 dona 4 6 telefon qilib X qo'ylar. Hammasini qulog'ida endi aldog'i bor, tabuladi, nomeri bor. Telefon qilib ham mana qo'ydi, screenshot tashlatsa, videosini qilib qulog'idagi baldota nomerlarigacha olib, yoshliklarigacha metrlab hammasini o'zlariga chiroylab chiqarib beraman aka. Biz hozir qancha narsa kutyapti-da, u yoqda egizak qo'ylarimiz ham bor, ular ham kutyapti. Vaqtimiz yetmaydi, chunki o'sha uchun qisqa vaqt unda qilib o'zingiz yetib ketyapman. Buni bor ma'lumotini obunachilaringizga berib o'tib ketaman. Bundan keyin egizakchilar, ha? Bundan keyin egizakchilar. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum deydi obunachilar mana. Bolani ko'ring, enani ko'ring. Enani ko'rib qo'yib, aytashadi, enani ko'rib bolasini olgin deyshadi, kattalar. Uni ham ko'rsatib qo'ying. Qilich 4 tish. Ikkinchi bolalar. Ikkinchi bolalar. Ikkinchi ham egizak tuqqan ekan, 3 ta tuqqan ekan. Buylar xudo xolasa, aka sovliq, bittasi qo'chqor. Qo'yni men qo'ydi, olib qo'ydim deb maqtamayman, qo'ydi ko'rsating o'zi. Qo'ydi o'zim. Bolalarni nima dedik? Bolalar ikkitasi urg'ochi, bittasi qo'chqor. Ko'rishlari mumkin obunachilar. O'zimda o'ylab qarasangiz, aka 1,5 yilda o'zi 10 ta qo'y bo'lar ekan. Bo'yi ham 90 dan baland qo'ydi. 90 plus. 90 plus. Obunachilar ko'rishlari mumkin. 3 egizak so'ragan obunachilarimizga maxsus keldi mana. O'zini bolasiligiga akamiz garantiya berishadi. Mayda yolg'on yashik gap qo'shilgan, netilgan endi ba'zi negativ bo'lishi mumkin. Shuni oldin olib gapiryapmiz. O'zini bolasi aka. O'zini bolasi. Bu tomonda mana qolgani hammasi ikkitalar. Qolgan hammasi mana 1 2 3 4tasi egizakchi, 2 donadan. 2 donadan. Mana qo'ydi ko'rsating. Buni qo'ylar ko'rsating. Lekin 5 ta qo'y olsa lazim, nechta qo'y ketyapti? 1 2 3 4 5 tasida 11 ta bola ketyapti. Baraka ta. 5 ta yana 11 ta bola. 5 ta yana 11 ta bola. Hop, qolganlarni misol bolalari qanaqa? Ikkitadanliklar. Ikkitadanliklar, bitta so'la, bitta qo'chqor. Uni ola qashqarniki ikkinchisi ham qo'chqor. Narigisiniki ham bitta so'la, bitta qo'chqor. Hozir aka bayda uncha odamni gangitib qo'yadi. Gangitib qo'yadi. Addini tashab beraverasa. Videosini tashab beraman. Addini tashab beraverasa. Telegramda mashg'ullar, Instagramda qilib beraman. Ko'rishlar mumkin mana obunachilar. Akamiz tashab berishaveradi. Tanlasalaring, misol enasini tanlasalaring, bolasini tanlasalaring, mana o'zi ena bola bo'lib ajrayapti mana. Sariqniki ikkita mana ekan mana. Kattaroqlari. Sariq bolalaring. Ha, addini video tashab beraverasiz. Bizning ishimiz shu uka. Biz mashindan pul topamiz, mashindan oila boqamiz. Ertamanmi, kechqurunmi, xohlagan vaqtlarda telefon qilib, uka mana qo'ying deb, rasmini tashab, mash qo'ying deb, bolalar bilan bitta video qilib deysa video qilib. Bo'ldi. Akalar eshitdilaring mana akamizning gapini. Hop. Bemalol telefon qilib aloqa chiqishlari mumkin. Lekin olinglar, baraka topadigan yaxshi qo'ylar kelibdi. Barakani sog'ladi, mana shuni aytishadi uka. Baraka topish obunachilar. Like-ni bittadan bosib qo'ysin aka chetiga. Bularning narxi. Mana ikkitaliklarning narxi 12 million so'mdan. Hop, bitta 3 egizak olamiz esa 16 million so'mga yetkazib beramiz. Hop, 3 egizagimiz 16 million. 16 million so'm. Ikki egizakliklar 12 million so'm. Shunda 4 ta ikkitadan bo'laligi, bitta 3 egizak. 3 egizak. Aka, udolasa tortaman deysa kelishtirib beraman. Xotirjam kalkulyatorga tushib hisob kitoblarni qilib, uka mencha pul bo'lar ekan, mencha qanchaga berasan? Hayri bormi deysa, hayri bor deb barakasi bor ekan. Halollik foydadan ustunda bekor yozmaganmiz. Mana afishalarga halol, xudo xolasa halol savdo qilamiz. Chiroyli yetkazib beraman uka. nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz. Xotirjam, misol telefon qilsa, kamini qilib berasiz o'zlariga. Akalar, like-ni bosib, obunani bosib tursalaring, xudo xolasa 20 mingta bo'lsak, bitta qo'y podarka qilib beramiz bitta obunachimizga.
challenge ketyapti. Sizlar uchun eng arzon joydan yaxshi qo'ylar chiqarishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.